Ogoh bo'ling, O'zbekistonda zilzila. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun, ya'ni 19-aprel kuni Toshkent vaqti bilan 11:47 da Afg'onistonda 5.5 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Seysmoprognostik monitoring respublika markazi xabar berdi. Qayd etilishicha, zilzila epitsentri Toshkentdan 547 km janubiy sharqda, magnituda 5.5, chuqurligi 120 km. Epitsentr Badaxshon, Afg'oniston. Zilzila koordinatalari 36.54 gradus shimoliy kenglik, 70.96 gradus sharqiy uzunlik. Epitsentrda sezilish kuchi 3 ball. O'zbekiston Respublikasi hududlarida sezilish kuchlari: Surxondaryo viloyatida 2-3 ball, 366 km. Farg'ona viloyatida 2 ball, 433 km. Sirdaryo viloyatida 2 ball, 479 km. Jizzax viloyatida 2 ball, 481 km. Andijon viloyatida 2 ball, 488 km. Samarqand viloyatida 2 ball, 492 km. Namangan viloyatida 2 ball, 500 km. Qashqadaryo viloyatida esa 2 ball, 523 km. Eslatib o'tamiz, avvalroq ham Afg'oniston hududida 6.3 magnitudali yer qimirlashi sodir bo'lgan edi. Shunday ekan, bu xabarni barcha yaqinlaringizga jo'natib, ko'p qavatli uylarda yashovchi yaqinlaringizni ogohlantiring. Zilzila kutilmaganda sodir bo'lishi mumkin. Video ostida bir dona like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring.